Baxtga narvon, bilimga jon erur maktab. Zakovat doniga xirmon erur maktab. O'g'il qizlar o'qing ulkan murod ko'zlab, ziyo topmoq uchun imkon erur maktab. O'qing minglab ahli dono kerak yurtga, yana Bobur ibn Sino kerak yurtga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, aziz yoshlar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu kun bilimga chanqoq, beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va Mehridaryo ustozlar farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalar uchun chin ma'noda bayram. Shunday ekan, keling, ayni damda bugungi tantananing asosiy sababchilarini davramiz markaziga taklif etamiz. Şahdimden kun yarışsın, yüzü yorulur oğlum. Uygan oğlum, tur oğlum. Sirkebe coşar kan, vatan gisa dünyanı. İki çetke sur oğlum. Uygan oğlum, tur oğlum. Uygan oğlum, tur oğlum. Nasibin güzel bulsan, taht içine süzer bulsan, gayriski güzel bulsan, anlar olta tut oğlum. Kızı ilim mektebi, bulgen dünya matlebi, Bukhari baban kebi, kılgın tefekkür oğlum. Oğlum tüm oğlum, gafletten yüz oğlum. Muhammed'en zor oğlum, uyan oğlum, tüm oğlum. Gurbet osmanıda, yıldız bol ayağımda, biruni ummanıda, kollar varıp durulum. Elkarga bulsan sen, seni kaftımda aktar, baban ben yügerdiday, kozunu tut mağrur oğlum, tur oğlum, rahmetten yüz oğlum, Muhammed'en zor oğlum, uyan oğlum, tur oğlum. Allah'ın baxt kamosi, ajdodlarga qo'l xosi, Bibi xonim momosi, bobosi Temur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Yo'lingda qancha choqlar, uyg'onmasliging xoflar, sen esa shunday chog'lar, qo'l qaytmas jasur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Yashayibmi sha'nim deb, har yerim kamalim deb, hayqirib vatanim deb, et faxru qulur o'g'lim. Biz o'tmish, sen kelajak. Assalom ona yurt, tonglar o'lchasi. Ta'rif tafsigingning yo'q hikoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek ilining o'z madhiyasi. Tabrikimizni ochib berish uchun so'z maktabimiz direktoridan Umid va Nasiba ustoziga beramiz.
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz ota-onalar va hurmatli o'quvchilar. Mana bugun respublikamizning barcha maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangramoqda. Shu jumladan bizning maktabimizda ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri boshlanmoqda. Bugun maktab ta'limini tugatib, hayot maktabiga qadam qo'yayotgan 57 nafar bitiruvchilarimiz hayotning keyingi bosqichiga qadam qo'ymoqdalar. Avvalambor bularning ota-onalarini va aziz o'quvchilarimni hayot maktabiga qo'yayotgan qadamlari qutlug' bo'lishini, keyingi oliy ta'limlarga o'qishga kirishlarini, maktabimizni yuksaklarga ko'tarishlarini, respublikamizda eng bir jamiyatda kerakli inson bo'lishlarini tilakdosh bo'lib qolaman. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Aziz ustozlar, muhtaram ota-onalar, qadrli bitiruvchilar, bu yilgi 25-may so'nggi qo'ng'iroq tongi har qachongidan boshqacha shukuhga to'ldi. Ommaviy axborot vositalarini, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatgan bo'lsangiz, hurmatli prezidentimizning shaxsan o'zlari bu yilgi maktab bitiruvchilari qutlab samimiy tilaklari va yuksak ishonchi ifoda etilgan tabriklarini yo'lladilar. Keling hozir birgalikda ushbu tabrikni tinglaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tabrigi o'qib eshittirish uchun so'zni maktabimizning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Xudoyberganova Ozoda ustozga beramiz. Marhamat. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoyevning maktab bitiruvchilariga yo'llagan tabrigi. Aziz farzandlarim,
hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il-qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbdan samimiy tabriklayman. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkor kuchni ko'ramiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il-qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor degani. Bugungi bitiruvchi 3-renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Aziz bitiruvchilar, o'zingiz ko'ryapsiz, bugun hayot ham, mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lyapti. Til, kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasini egallash muhim zaruriyatga aylanmoqda. Qadrli farzandlarim, bugungi tez o'zgarayotgan davrda hayotga, uning keskin talablariga tayyor bo'lish bu eng muhim vazifa. Ushbu yo'lda sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. Chunki kitob nur, ilm va ibrat manbai. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Kuchli iroda, keng qarashga ega bo'ladi. Dunyoda har bir ongli inson ota-onasi, ustozlari va el-yurti ishonchini oqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaf aslida shu. Men sizlarga ana shunday tengsiz baxt, yuksak saodat egasi bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizga katta maqsadlar qo'yishdan hech qachon qo'rqmang. Doimo o'zgarishlar, islohotlar ruhi bilan yashaydigan avlod bo'ling. Shu yo'ldagi ilk qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lsin. Barchangizga baxt va omad hamisha yor bo'lsin. Aziz farzandlarim, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Endi navbatni kelgan mehmonlarimizga beramiz. Aziz bitiruvchilar, bilimdon o'g'il-qizlar, bugungi kun sizlar uchun chinakam tarixiy voqea aylandi. Qadrdon maktabingiz bilan xayrlashib, katta hayotga qadam qo'yar ekansiz. Sizlarga shaxsan hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bevosita video tabrik yo'lladilar. O'tgan yillar mobaynida bunday voqea bo'lmagan. Hozirgi ushbu samimiy tabrikni sizlar bilan tinglab,
tomosha qilib, prezidentimiz tomonidan yangi O'zbekiston yoshlariga har qachongidan ko'ra ko'proq e'tibor qaratilayotganiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Davlatimiz rahbarining yuksak ishonchi, ezgu tilaklari sizlarning kelgusidagi ulkan yutuqlaringizga qanot bo'ladi. Sizlarga kuch, g'ayrat va shijoat bag'ishlaydi degan umiddamiz. Prezidentimiz ta'kidlagandek, izlanishdan, intilishdan hech qachon to'xtamang. Chunki eng katta yutuqlarga ishonch, harakat va jasorat orqali erishiladi. Oldinda sizni yangi imkoniyatlar, yangi marralar va tarixiy natijalar kutmoqda. Rahmat. Iymon qayda edi, ustoz bo'lmasa, urfon qayda edi, ustoz bo'lmasa, soqqiron qayda, Navoiy qayda, cho'lpon qayda edi, ustoz bo'lmasa. Endi navbatni 1-sinf o'quvchilariga beramiz. Ayni damda 2025-2026 o'quv yilida o'zining pedagogik faoliyati davomida yutuqlarga erishgan ustozlarimizni va fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlarida va sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallagan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz.
Xorazm viloyati Urganch tumani 17-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisi Avezov Sanjar Anvar o'g'li 2025-2026 o'quv yili davomida a'lo baholarga o'qigani va o'zining san'at yo'nalishidagi iste'dodi bilan ko'rik tanlovlarda yuqori muvaffaqiyat qozonganligi uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Oltinchi sinf o'quvchisi Sharifboyeva Shukurjon Shuhrat qizi 2025-2026 o'quv yili davomida o'zining iste'dodi bilan Yoshlar haftaligi doirasidagi rasmlar tanlovining maktab bosqichidagi faxrli birinchi o'rinni egallaganligi uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. 6-sinf o'quvchisi Hajiyev Arslan Yoshlar haftaligi doirasidagi rasmlar tanlovida 2-o'rinni egallaganligi uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. 9-sinf o'quvchisi Odamboyev Ulug'bek Jasurbek o'g'li yosh ixtirochilar ko'rik tanlovlarining tuman bosqichida qatnashib, faxriy o'rinni egallaganligi uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Egamberganova Laylo Rajabboy qizi 10-sinf o'quvchisi 2025-2026 o'quv yili davomida a'lo baholarga o'qigani va tuman ko'rik tanlovlarida ona tili va adabiyot fanidan faol qatnashganligi sababli faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Maktabning jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi O'rinov Baxtiyor ta'limdagi islohotlarni amalga oshirishdagi samarali mehnatlari uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Hajiyev Navro'zbek Hayitboy o'g'li ta'limdagi islohotlarni mehnatlari, kasbga sadoqati, izzat o'rtanligi uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Qurbonboyeva Adolat Ikromovna ta'limdagi islohotlarni amalga oshirishdagi samarali mehnatlari, kasbga sadoqati, izzat o'rtanligi uchun taqdirlanadi. Atajonov Abbos Iskandarovich jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi ta'limdagi islohotlarni amalga oshirishdagi mehnatlari, kasbga sadoqati uchun taqdirlanadi. Jabborova Qur'onjon Jumaniyazovna ta'limdagi islohotlarni amalga oshirishdagi samarali mehnatlari, kasbga sadoqati uchun taqdirlanadi. Biologiya fani o'qituvchisi Bekjonova Munira Xudoybergan qizi 2025-2026 o'quv yilida tashkil qilingan kasbiy rivojlanish va kasbiy rivojlanish soati tadbirlaridagi faol ishtiroki uchun taqdirlanadi. 8-sinf o'quvchisi Quronboyev Shahjahon Jasurbek o'g'li Jurabek o'g'li 2025-2026 o'quv yilida Al-Xorazmiy nomidagi aniq va tabiiy fanlar olimpiadasining
matematika fanidan qatnashib faxrli 3-o'rinni egallaganligi uchun taqdirlanadi. Jumanazar va Quvonchoy shaxmat musobaqasining tuman bosqichida faxrli qatnashib 3-o'rinni egallaganligi uchun taqdirlanadi. 11-sinf o'quvchisi. Maktabimizning informatika fani o'qituvchisi Rajabova Laylo umumta'lim maktablari informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilari uchun tashkil etilgan InfoTeach 2026 forumida faol ishtiroki uchun sertifikat bilan taqdirlanadi. Rahmonova Uzr. Rahmonov Quronboy, sizning farzandlaringiz maktabda a'lo baholarga o'qiyotganligi, o'zining odob axloqi bilan va jamoatchilik topshiriqlarini bajarishda tengdoshlariga o'rnak ko'rsatib kelayotganligi uchun maktab ma'muriyati sizni ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlaydi. Maktabimizning informatika fani o'qituvchisi Rajabova Laylo Bekjonovna aholini ro'yxatga olish borasidagi faol ishtiroki uchun mahalla nomidan tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Layla, o'quvchilarning she'r o'qiydilar chiqadi. Layla, o'quvchilarning she'r o'qiydilar chiqadi. Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Xudoyberganova Ozoda Kenjayevna ta'limdagi islohotlarni amalga oshirishdagi samarali mehnatlari uchun taqdirlanadi. Endi navbatni tadbirimizning badiiy qismiga beramiz. Bitiruvchilarni tabriklash uchun navbatni 9-sinf o'quvchilariga beramiz. Marhamat. Shodlik quvonchlarga to'la barchakal. Bu aziz dargohda bayramdir bugun. Baxtim bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Maqsadi ulug'vor, qadami ulug'. Zamani muallim haqida so'zim ushbudir. Muallim kamolot ichra ko'zgudir. O'qidim Gerodot, tarixni ko'p bor, Farobiy, Danteni takror va takror. Barini o'qidim, lol qoldi aqlim, bariga ustozsan, o'zing muallim. Navoiy qalbiga solgan sehru fayz, sensan ey muallim, ustoz Abullays. Ustoz, sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Sizku yuraklarga ilk ziyo yoqqan olimmi, shoirmi yoki san'atkor ilk bor siz tomon ustoz deb boqqan. Bitta harf dardida riyozat chekib, oqibat ko'kka ham yetolgan inson. Ne ajab sizlarni baxtiyor etib, o'rnidan dast turib bosh egsa shu on. Buyuk Alisherdek lutf etgan misol, savod o'rgatdingiz qancha ranch bilan berib bo'larmikan? Bu qalbni alhal uzib bo'larmikan ming taganch bilan? Ilm sirin o'rgatgan tinmay, charchoq nimaligin bilmay, xizmatlaringizni aslo unutmay, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Onamizdek mehr berdingiz, xuddi farzanddek ko'rdingiz, nodonlarni ham inson bildingiz. Sizlarni ardoqlayman ustozlarim.
Endi so'z navbatining Urganch tuman 3-son texnikumi Samandarov Murodjon o'qituvchimizga beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Qo'yintinsa maktab o'quvchilari, bitiruvchilari, jajji qizlarimiz, bolalarimiz, sizlarni shu bugungi 25-may o'qish kunlarining yakunlanish munosabati bilan bo'layotgan shu bayram bilan tabriklaymiz. Endi prezidentimizni tabriklarini eshitgina, mehmonlarga yaxshi gap so'zlarni eshitdik, shu bitiruvchilarga aytilgan. Shunga asoslangan holda biza Urganch tuman 3-son texnikum tomonidan shu bitiruvchilarni bizlar texnikumimizda o'qishga taklif qilish maqsadida bega keldik. Shundan kelib chiqqan holda shu bitiruvchilarimiz yana beda bukletlar tayyorlab keldik. Bu bukletlarimizda yo'nalishlarimiz bolalar uchun kunduzgi 9-sinf bitiruvchilari hamda 11-sinf bitiruvchilarini shu texnikumimizda o'qishga taklif qilib, texnikumimizni bitirgandan keyin buni yana domlalarga aytib keltiramiz biza. Ko'p vaqtdan beri tushuntirib, institutlarga 2-kursdan suhbat asosida qabul qilishlarni tashkil qildik. Endi bu yildan boshlab suhbat ham yo'q, to'g'ridan to'g'ri 3-kursdan qabul qilishni ham yana prezidentimiz shu na bo'yicha senatlar bilan maslahat qilib turibdilar. Demak, 3-kursdan suhbat asosida shu universitetimizga qabul qilinadi, bizlarni bitirganlar. Shuning uchun o'zingiz bilasizlar, o'tganda qaytganda ota-onalarimiz ham biladi. O'zimiz shu yerda Paxtakordagi Urganch tuman hozirgi nomi, yangi nomi 3-son texnikum bu. Shuning uchun bizlar biletlarimizni damlalarga beramiz yana. Ko'rib chiqib ota-onalaringiz bilan maslahatlashib, biz allaqachon qabul ishlarini boshlaverdik. Qabul ishlarini. Shu munosabat bilan shu tanishib, o'zingizga mos bo'lgan yo'nalishlarni tanlab, shu texnikumimizga taklif qilib qolamiz. Sizlarda ishlaringizga rivoj, muvaffaqiyat, sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat katta sizga. Endi navbatni 11-B sinf o'quvchilariga beramiz. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Yaşa sözü on geri çetvası devlet ver. Yaşa sözü on geri çetvası devlet ver. Benim tek sen eseri tek edirem nur kızı. Benim tek sen eseri tek edirem nur kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Ah kara kırmızı canay Fransız kızı. Acın onunla bir gün har dedi. Bir yâre var acın onunla bir gün har dedi. 100 aydan da güzel kız kaşı kapkar edi. Bu mahnı yazarında canını eller edi. Bir yâre var acın onunla bir gün har dedi. Bir yâre var acın onunla bir gün har dedi. 100 aydan da güzel kız kaşı kapkar edi. Bu mahnı yazarında canını eller edi. Seni ben şakuvakla görmüşem bilmemişem. Eledeyim dünya can olsuna görmemişem. Aziyet çekme gitmeyin tututa olmamışam. Nasıl sürünayım kan papanın gülbaz. Nasıl sürünayım kan papanın gülbaz. Gez dolan kafe restoran papanın gülbaz. Gez dolan kafe restoran papanın gülbaz. Papanın ayıp senin can papanın gülbaz. Papanın ayıp senin can papanın gülbaz. Papanın gülbazı.
chiroyli daqiqalar. So'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida bitiruvchilarni kuzatib qo'yamiz. Bahorning so'nggi kunlari Gavdalarning jonlari Jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq Hay maktabim, hay do'stlarim Sen yine bana geldi. Hey kuzum oğlum.
Bedeni seyirse uylar
ikisiniz birden tutar. Birini sevseniz canım 14 zapas. Birini sevseniz canım 14 zapas. Yine lengir lengir, ana lengir lengir, ana lengir lengir oye, ana lengir lengir. Çaravatta yattırın, kızırda, kulaklara ses suyu geldi şurada. Çaravatta Çal